90% odam SportPit tanlashda yo'l qo'yadigan 3 ta xato. Videoni saqlab qo'ying, sizdan bu xatolarni qaytarmaslik uchun. Birinchisi va eng ko'p uchraydigani hali zalga bormay turib, gantel yoki shtangani ushlab ko'rmay turib, nima itsam kachoy bo'laman deb savol berish. Ilmiy nuqtai nazarni chekka olib, sodda qilib tushuntirganda, siz oldin 1-2 hafta zalga chiqingchi, balkim zal vobshe sizni temizbasdir. Ikkinchisi bu bilimsizlik. Bu shunchaki xato emas, bu xavf desa ham bo'laveradi. Siz oldin o'qing, o'rganing, ichingizga kirayotgan narsani foyda, ziyonlarini oqtaring. Material tiqilib yotibdi, xohish bo'lsa bas. Uchinchisi va shu dahshat, zalda o'zidan katta ko'ringan любой odamdan maslahat so'rash. Birinchidan, deyarli hech kim sizga o'zi qabul qilgan qo'shimchalarni to'liq aytmaydi. Ikkinchidan, aytgan taqdirda ham unda ishlagan narsalar sizda ishlashiga kafolat yo'q. Chunki hammaning organizmini qabul qilishi har xil. Shunga o'xshagan qiziqarli ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun bizni sahifaga obuna bo'ling, like bosib, ding'illatib qo'yasiz o'rtoqlaringizga.